O'rtoqlar, sut kabi oppoq farishtadek akamiz yana bizga video qilibdi. Chaqaloq yegan videoingizni ko'rib chiqdim. Sizda oringiz uchun ham albatta erkak bo'landan Xudo xolasa javobini olamiz. Men uchun so'rab olguncha, o'zingiznikini ushlab siling, iltimos. Aytgancha siz oilaviy muxlislik qiladigan yigitni vaqtida orqalariga tepib, qon yig'lashga majbur qilib, qo'pol qilib aytganda zo'rlagan o'zim bo'laman. Hatto unga revansh ham berganman. Unda ham hech narsa qila olmagan. Aytgancha, Nursulton akalar bilan razborlashib nima qilasiz? Sizga juda ham qimmatga tushib ketib qolyapti. Menga обращение qilavering. Ko'rishib olmaganga yarasha, ana video murojaat qilib turavering. Siz parod qilib bo'lgansiz. Siz xotiningizni hijobini yechtirib ko'chaga olib chiqib qo'ydim, mana avtosalonga qo'yib qo'ydim deb xotiningizni reklama qilib bo'lgan odamsiz aka. Bu gaplar menga nisbatan aytilganda o'zim bilib, mini yubka kiyib olgan bo'lardim. Bilmadim, hamma har xil. Xullas, o'rtoqlar, kimga Taxoni pulida jentra kerak bo'lsa, bemalol shu odamga murojaat qilaverasizlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Hamma omadini bersin. Чтобы bu hayotda qumursqa ham yashayapti, odamzod ham yashayapti, chivinlar ham uchib yuribdi. Omad yor bo'lsin, sog' bo'linglar.